Assalomu alaykum. Xayrli kun hammalarga. Yakshanba kuni hammalarga xayrli, barakatli bo'lsin. Mana anchadan beri video olmayman, chunki vaqtim yo'q video olishga. Bugungi kunda alhamdulillah bir 20 xilcha singonim sortlarim yig'ildi. Bular bilan ancha-muncha odamlar bilan ham bo'lishdim. Bu sortlarim bilan juda ham go'zal. Asobiy video tayyorlamayman, lekin ko'rsatib o'tishga harakat qilaman. Juda ham yangi ishga kirganim sababli vaqt orttira olmayman videolar olishga. Lekin qo'shtirnoq ichidagi har xil gulchilarni bo'lar bo'lmas aniq va noaniq bo'lgan videolarni ko'rib juda ham jahlim chiqyapti. Shuning uchun hozirgi kunda mayli singonimlarimni olib chiqdim ochiq havoga. Bu yerda umuman quyosh tushmaydi. Mana chunki bu yoq tomonda beton, mana shu yerda, mana bu yoqda ochiq havo. Lekin betonning orqasida umuman quyosh tushmaydi. Mana shu tepalikka bir rogina tushib o'tib ketadi. Ertalabki quyosh, 8dagi quyosh bir rov tushib o'tib ketadi, lekin bularga tushmaydi. Umuman ochiq havodagi singonimlarning holatini ko'rsatmoqchiman. Juda ham go'zal, juda ham meni uyimda yorug'lik yetishmaydi. Men nima deydi, juda ham gul boqishga qiynalaman, e'tibor, uhud qilishga qiynalaman deydigan insonlar uchun mo'ljallangan gul hisoblanar ekan. Men o'zim ham oldin qiziqmas edim, lekin shu bu yildan shu singonimlarga qiziqib qoldim. Sartovoylarni mana qo'ldan kelgancha, Alloh qodir qilgancha yig'dim va mana bir hafta bo'ldi balkonga, ochiq balkonga olib chiqib qo'ydim. Yangi ekilganlari ham bor, stakanchiklari ham bor. Mana alhamdulillah yangi olgan sortim. Bu Milk Confetti Tricolor sorti. Mana 3 xil sort joylashgan, rang joylashgan. 3 xil rang joylashgani uchun tricolor deyiladi. Mana Xo'y, bu o'rtasini, makoshkasini kesib olganim uchun o'rtasidan chiqqan. Bu juda ham sekin o'sar ekan. Nega ayrim sortlarni qimmat, nega bunaqa qimmat sotasizlar? Chunki men cherinoklar ham olib sotdim. Endi sortlar qimmat bo'ladi. Yaxshi sortlar, yangi sortlar har doim qimmat bo'ladi. Shuning uchun ozgina bo'lsa ham xarajatini qoplash uchun biz sortlardan sotamiz. Bu sir emas hech kimga. Mana o'rtasini kesib olganman va uchini ikkita detga bergan. Mana shu sort Klubnichniy lёд deyiladi. Klubnichniy lёд sortimiz mana juda ham sekin o'sar ekan. Onda-sonda boshqa gullarimga, mana bu geranlarim turibdi, sartavoy. Shu geranlarimga oziqa berganda bunga ham berib o'taman. Umuman bermayman emas. Oziqa berib turaman. Lekin oziqa talab qilmaydigan, yorug'likni juda ham yuqori talab qilmaydigan, yoz kuni oftob talab qilmaydigan gullar qatoriga kirar ekan va o'sgan sari uni kesib shoxlatib yoniga ekib juda ham pishni qilib oladigan chiroyli gullarni qatoriga kirar ekan va mana shu o'zida mana qanaqangi rang-barangli bor. Allohning qudrati bilan mana bu ustida barxit sorti bor. Mana ustida barxiti bor. Telefonda ko'rayotgan bo'lsa, mana makoshkasini kesib olganman. Endi detga berayotgan sortlarim ham bor. Mana Aura Yellow sorti, mana Panda sortim juda ham go'zal bo'lib, chiroyli bo'lib o'syapti. Mana Pink Spot, shunaqangi dog'lari bo'ladi. Xo'sh, mana bitta o'rimnakka eski barglari eskirib, mana ona barglari eskirib, mana balkonga chiqqandan keyin joy o'zgargandagi holatini ko'rsatib o'tmoqchiman. Eski barglari sarg'ayib, mana eski barglari tashab, joyga moslashib, mana yangi barglar chiqarishyapti. Mana bu ham Red Spot, mana bu ham Red Spotni o'zi tricolor emas. Xo'sh, mana bu bitta Red Spot tricolor bu.
juda ham go'zal. Allohning qudratida ko'rib qoyil qolasizlar. Shu bayi o'zida ham shaklida, ham rangida shunaqangi go'zallik borki, buni so'z bilan ta'riflab bo'lmaydi. Mana oddiy pink sortim. Mana shuni o'zi ham ajoyib bir rangiga ega. Mana brown sorti jigarrang mana shunaqangi bo'ladi. Mana bu uchburchak bargli pink sport. Bu nima sort? Seriya Prizrak degan sort edi, lekin bu sportga aylanib ketdi. Haqiqiy o'zini sortini saqlab qolmadi. Mana bu yerda Milk Confetti. Milk Confetti ham juda ham chiroyli sort. Mana o'z nomiga yarasha ham sut rangida oqish bo'ladi, ham ustida dog'lari bo'ladi. Mana o'rimnak ham eski ona barglarini tashlab, mana tegidan yangi depkala beryapti. Mana xudo xolasa sortlarim ham ancha ko'payib qoldi. Mana bu rosa mana ekranda unaqa bilinmayapti kamerada, lekin juda ham perlamotrli sortlarga kiradi. Juda ham perlamotrli, yaltiroq, ham o'sishi ham injiqroq, sekinroq, nozikroq bo'lib o'sadigan sort ekan. Bu klubnichniy krem degan sort. O'zi pushti, qizil sortlar injiqroq bo'lib o'sar ekan. Mana. Lekin boshqa gullarning ichida juda ham beor gullar hisoblanar ekan. Shu singoniumlar juda ham beor hisoblanar ekan. Mana bu sortimni ham sotuvda bor. Mana ekkanimdan keyin eski bargini tashadi. Bu albatta tabiiy hol. Eski bargini tashashi bu tabiiy hol. Mana bu yerda Tricarlia degan sortim bor. Mana bu ham tashqariga chiqib, eski bargini tashab, mana yengil barglar chiqazyapti. Mana bu yerda Gold degan sortim. Bu ham juda ham kustovoy sort ekan. Juda ham zo'r sortlarga kirar ekan. Kustovoy degani shu onasini kesib olganingizdan keyin mana shunaqa yonidan o'zi shoxlaydigan, shox beradigan sortlarni kustovoy sortlar deyiladi. Shuning uchun mana bu yerda ikkita defi mahiyam bor. Cho'tga qo'y defi mahiyalarga ham yozgi kuni qattiq oftob kerak emas, umuman oftob kerak emas. Yorug'likni o'zi bo'lsa yetadi. Shuning uchun mana ularni ham cho'tga olib chiqib qo'yganman. Mana bu yerda kliviya urug'dan ekilgan, kliviya o'zim bargidan ko'paytirgan zamiyalarim, detkalari, bularga ham yorug'lik kerak bo'lmagani uchun, juda ham quyosh kerak bo'lmagani uchun, yorug'lik o'zi juda ham yaxshi ta'minlangani uchun mana shu yerga qo'yib qo'yganman. Kommentariyalarda yozinglar, kimlarni qaysi sortlar qiziqtiradi. Mana juda ham kimlar uchundir qiziq bo'lsa, kimlar uchundir foydali bo'lsa, juda ham ozgina bo'lsa ham foydasi tegsa, mana bu yerda mini sortlarga kiradigan, mana mishini ushki degan, sichqon quloqlari degan sortim ham bor. Juda ham kichkina, juda ham mitti barglari. Mana hammasi gruntini ham aytib o'taman xohlasanglar. Grunti mana ko'rinib turibdi. Iloji bo'lsa, cherenoklarni ildiz ottirgandan keyin suvda juda ham osonlik bilan ildiz otadi. Suvda juda ham mana ko'rinib turibdi. Mana tagidan chiqib ham qolgan. Juda ham osonlik bilan ildiz otadi suvda va shundan keyin gruntga o'tkazamiz. Mana gruntimda даже ko'rinib turibdi. Coco chips bor. Любой bitta верховой торф. Qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar, verxovoy torf, mayda keramzit, mana perlit va bo'lsa lechuzapon qo'shamiz. Ozginagina lechuzapon qo'shamiz, bo'lmasa shart emas. Mana hammasi shunaqa gruntga ekilgan. Va iloji bo'lsa shunaqangi 2 qavatli qilib qo'yilsa, suvni tegidan berganimiz yaxshiroq. Mana buni ham hali bir hafta bo'ldi ekkanimga. Ildizlari ko'rinyaptimi yo'qmi ko'ramiz. Bu bir haftagina bo'ldi ekkanimga. Hali ildizi mana tashqariga ko'rinmabdi. Hali ko'rinmabdi, lekin o'sish bor. Mana yengil barglar chiqazyapti. Tricarlia degan sortim bor.
Mana. Keyin oziqa bo'lishi uchun har ehtimol doimiy oziq berib turadigan 9 oylik Asmakotdan foydalanganman. Mana gullarni tagiga solib qo'yganman. Har suv quyganda bu mana shunaqa aralashtirib qo'yiladi. Har suv quyganda bu ildiziga shu suv orqali oziqasi borib turadi. Asmakot. Mana. Bu Red Spot Tricharalia sorti. Hammanglarga rahmat. Kuninglar yaxshi o'tsin. Iloji boricha video tayyorlashga harakat qilaman. Sog'-salomat bo'linglar. Videoyimda xatoliklar, gapimdagi xatoliklar uchun hammanglardan uzr so'rayman. Birdaniga olish qaror qilib qoldim video. Shuning uchun xatoliklar uchun hammanglardan uzr so'rayman. Sog'-salomat bo'linglar. Iloji bo'lsa sinchronimlarni ko'paytiringlar. Juda ham beyor bo'lgan, juda ham marida har xil sharoitda o'saveradigan. Faqatgina yoz issig'ida shart emas. Yoz issig'ida soya joyga qo'yasiz, yorug'lik yetadi bemalol. Darcha qishda ham yorug'lik juda ham shart bo'lmagan gullarning qatoriga kiradi. Unda qishda bir jilosi ham o'zigacha bo'ladi, ranglari ham o'zigacha bo'ladi. Yorug'likni qancha ta'minlasangiz, shuncha ranglari tiniqlashib, chiroylilashadi.